Noto'g'ri makiyaj sizni 10 yoshga qaratadi. Tozalab olingan yuzga namlantiruvchi surib olamiz. Xo'sh, to'g'ri makiyaj qilishni o'rganmoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Kanalkani chista yoyamiz, sababi bir tekisda yoyib beradi. Sochma pudrada yuzni qotirib olamiz. Yuzga qizillik beramiz. Navbat shahlo ko'zlarga. Hammada shunaqa odat bormi? Va oxirgisi sochlar. Makiyaj bilan yosh yoki qari ko'rinish o'zingizning qo'lingizda.